Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Abdulaziz kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, sizlar uchun mollarni zo'rlarda olib kelib qo'ydim, o'zimizning mini fermada. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kattaqo'rg'on qishlog'idan o'zimizning mini fermadan, xudo xolasa, yengil 12 bosh buqani zo'ridan olib kelib qo'ydik. Narxlarni o'zimizning kanalligimiz uchun yengil qo'yib beramiz. Mana bir qator mollarni ko'rsatamiz. 2026 yil 17-iyul. Xudo xolasa mollarimiz sinovdan o'tdi. Qorlarni ko'ring. Mana. Videoni cho'zmasdan bir qator narxlarni yoritib bersak. Mana birinchisi. 3tasini bitta qo'yib beramiz. Mana qarangiz. Pul yengillarni. Ikkinchisi. Mana uchinchisi. Shu uchalasini bo'ylari 90 cm plus minus 2 cm plus 2 cm minus. Narxi 12 milyon 200 ming so'm kam xayr bo'ladi. Mana. Endi mana shvetlardan ketdik. 5tasini bitta aytamiz. Mana birinchisi, mana shvet. Mana shvet birinchisi, mana shvet ikkinchisi. Mana. Mana uchinchisi. Mana to'rtinchisi. Mana qora beshinchisi. Mana. Mana shu beshinchisi. 1 1 2 3 4 5. Xudo xolasa beshalasini bir yerga olsalaring aka. Bo'ylari 95 cm plus minusda. Bir yerga 13 milyon 200 ming so'mdan kam xayri bo'ladi telefon qilsalaring pastlarni berga. Mana vallahi shvet. To'rttasi shvet, bittasi qora o'zimizda edi. Zo'rlaridan mollarni mana. Endi bu yerda kattalari. Mana birinchisi 1 metrli mollar bular. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi qora. Mana to'rtinchisi. Mana shu to'rtalasi bir yerga akalar 14 milyon 300 ming so'mdan kam xayr bo'ladi. Aloqa chiqarasizlar. O'zimizning mini fermada yengil video qildik. Mana ustuvoshlari o'ta kuchli mollar. Kalla oshlarini ko'rsatib qo'ying mana. Akalar, video yoqqan bo'lsa bir donadan like qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha aloqa chiqarasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa.